Sizga rahmat aytaman. Sizda bilan bo'lasiz. Marhamat, bu savollarimizga qo'lingizdan kelgancha javob berasiz. Sizning bolaligingiz bilan hozirgi bolalarning bolaligi o'rtasida qanday farq bor? Hozirgi bolalar baribir mustaqil bo'lsa, sizga nisbatan ancha yaxshi. Erkin albatta. Bular juda ham erkin, o'zini mustaqillikni bemalol bildiradi. Hayotimiz boshqa. Bola matematika nazorati ishga tayyorlanadi. Hurmatli ota-onalar, kelajagimiz ertasi bo'lmish farzandlarimizga vaqt ajrataylik, zero kelajakda birovdan kam xolis niyatim hamroh nasib aylasa Alloh onam hojat qilaman otam hojat qilaman mo'ligimga sababim mehr ko'nglim tarafim farzand qarzim sharafim onam hojat qilaman otam hojat qilaman jannat onam poyida otamning duoyida menga eng ulug' foyda onam hojat qilaman otam hojat qilaman